O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Ko'p millatli butun xalqimizni mustaqillik bayrami bilan chin qalbimdan tabriklashga ijozat etgaysizlar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. O'zbekiston vatanimizning 29 yillik mustaqillik kuni bilan biz Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabalari sizlarni chin qalbdan muborakbod etamiz. Istiqlol bizga o'zligimizni, tariximizni yorqin tasavvur etishni, kelajagi buyuk davlat qurishni hadya etdi. Fursatdan foydalanib shuni ta'kidlamoqchimanki, biz shijoatli yoshlar o'zimizga berilgan imkoniyatlar va yaratilgan sharoitlardan foydalanib, bor kuchimiz va ilm ma'rifatimizdan emasdan kelajagimiz ravnaqi, vatan oldidagi burchimizni ado etishga va'da beramiz. Узбекистан – это священная земля, стала родиной цивилизации, которая может по праву считаться одной из древнейших на Востоке. После обретения независимости, в результате созидательной деятельности и творчества наших соотечественников, на нашей родине развернулась работа по благоустройству, и Узбекистан стал одним из красивейших уголков нашего мира. Наша прекрасная столица Ташкент, наша древняя история Бухара и Самарканд, родина Захириддина Мухаммада Бабура, город Антижан и другие города развились стремительными темпами. Достижение наших предков вселяет надежду, что и наш собственный труд на благо Узбекистана приведет ее к долгожданному процветанию. Мы с вами счастливые люди, потому что вот уже на протяжении 29 лет живем в свободном, независимом государстве, прославленном великими делами наших предков, которые на протяжении многих веков мечтали о свободном, процветающем и демократическом государстве. День независимости вернула нам чувство национального самосознания, право распоряжаться судьбой государства самостоятельно. Dear compatriots and friends, I feel immensely happy and honored to congratulate you and our entire nation on our greatest and dearest holiday, the Independence Day of Uzbekistan. The independence is a great event for us, which has changed entirely the meaning and the essence of our life, and it opened up a new page in our history. For 29 years, our country has developed dramatically and became one of the rapidly developing countries. Bu dunyoda jannat monand yerlar bisyor, bu dunyoda oqu qaro ellar bisyor, ammo yo'qdir bu dunyoda sendek yor, jonim ichra jonimdirsan O'zbekiston. O'zbek ilim nuri diydam qarog'imsan, o'zbek ilim osmonim u tuprog'imsan, ham quvonchim ham baxtim u firog'imsan, jonim ichra jonimdirsan O'zbekiston. Sohibqiron qo'llarida qalqon bo'lding, Ulug'bekning nigohida osmon bo'lding, Mirzo Bobur yuragida armon bo'lding, jonim ichra jonimdirsan O'zbekiston. Beshigingda allalading dunyolarni, dunyo ochgan necha daholarni, bolam deding yuraklari adolarni, jonim ichra jonimdirsan O'zbekiston. Qo'li qadoq, dehqon elim, sulton elim, ko'ksi yurtga doim balo gardon elim, o'z yurtiga sohibqiron xoqon elim, jonim ichra
jonimdirsan O'zbekiston. Aziz vatandoshlar, bayramingiz muborak bo'lsin.